Rana 2. bölüm 6. qism. Shuning bilan ular birlashib, bu niqob taqab kirgan er kishini rastilla beshiga xaltini kiygizib, urib hushidan ketkizibdi. Bu ermo nemish bo'lganligini bilmayli qoldi. Ular uni urib hushidan ketkizibgandan keyin put-qo'llarini bog'labdi. Sirtda cho'qim yana bir odam bor. Biz chiqqandan keyin hammamiz bir tarafga qochmayli, taraf-tarafga bo'linib qochayli. Qolgan qutulanmasligimizni peshonimizdan ko'rayli. Dedi u qiz boshqa qizlarga qarab. Boshqa qizlarmi o'n-tinsiz beshini langishdi. Mushundaq qilishdan boshqa amalmi yo'q edi. Ular 5 qiz birlashib bu ambar uyning eshigini aran ochdi. Bu qizlarning turayotgan ambar uydan sirtqa chiqishi bir mashinaning kelishi bilan teng keldi. Bu mashina dal mushu qizlarni ep ketgili kelgan mashina edi. Uyning sirtimi cho'ng bir iskilatdek joy bo'lib, qizlar eshikdan chiqib qochadigan vaqtgacha qizlardan birisini mashinadan tushgan xapanbosh, basli kelgan bir er kishi tutib oldi. Qolgan qizlarmi taraf-tarafga pitirab ketishdi. Mashina haydagan odam bilan qo'shilib 4 odam bor bo'lib, qizlarga to'liq chiqishadi. Shunda qilib 4 qizning hammasi 10 minutga yetmagan vaqtning ichida tutilib, ancha-muncha tayoqmi yeb, mashinaning ichiga zarb bilan tashlandi. Ularning hammasini tutib bo'lgandan keyin mashinani haydab kelgan biri yana ro'liga chiqdi. Qolganlar qizlarning yeniga chiqib, qizlarning put-qo'llarini qaytadan bog'ladi. Og'zig'imi latitqivatdi. Bular uyning ichida urib aylantirib atgan odam bilan hech kimning kori bo'lmadi. Bularmi u odamni surishtirib yurmadi. Qizlar tayoq yeb, og'riqning dastidan aran-aran o'ltirishyapti. Çoğam malını saq akilishini topshirmagan bo'lsa, hozirning o'zida mashinani bir taraf qilib, tug'ilg'inimga to'yg'izatdim. Sen baskinilani. Qolganlar gap qilgan er kishiga qarab qo'yib gap qilmadi. Shunda qilib qizlarning qaytish plani suvga chilashdi. Asli bu mashina kelib qolmagan bo'lsa qachalaydi ekan tutmiz, deb o'yladi qizlar ichida. Mashina qo'zg'algandan keyin gap qilgan heliqi er bularning burniga bir narsa puratdi. Shuning bilan qizlar yana hushidan ketdi. Roshangul atsi hech bo'lmagandek normal oshxonaga ishqi beraverdi. Xeyli saqlab Ra'no kelmagandan keyin Gulqiz ansirashga boshladi. Berib xo'jayindan Ra'noni so'rab baqdi. Xo'jayinmi bilmaydiganligini aytdi. Bir ozdan keyin Roshanguldan so'radi. Roshangul, tunigun kech Ra'no bilan birga chiqib ketgandingiz. Ra'no sizga bir narsa deganmi? Kim Ra'no bilan birga chiqib ketibdi? Gapni o'ylashibdan, ha? Dedi Roshangul Gulqizga dikinib terikib. Dedi Gulqiz Roshangulga qarab. Uyimiz bir tarafda bo'lganlar Ra'noni men bilmamdikanman. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Nemiga terkisiz? Ra'no bir narsa dedimi deb so'radim shu. Boshqa gap qilmadim-ku? Dedi Gulqiz Roshangulga qarab. Yana nima desangiz bo'ladi? Aniqli mendan gumonlanganingiz-ku bu. Roshangul ovozini bo'lishiga qo'yibdi. Boshroq gap qiling. Bu degan oshxona. Nima ishga bosh gap qiladi ekanman? Men ya xato gap qilmasam, nimadan qo'rqatdim? Dedi Roshangul texmi yuqori ovozda. Gulqiz bugungi Roshangulning kichikkina gapga terkib, vaqirab ketganiga qarab, sal hayron bo'lib turib qoldi. Roshangul bo'lsa, xo'jayinning gapidan keyin Gulqizning yenidan ketib qolgan edi. Shuningdan 2 kundan keyin Roshangul oshxonada ishlamaydigan bo'lib, xo'jayiniga deb qo'yib chiqib ketdi. Roshangul bu oshxonada ishlamaganmi bo'lar edi. Lekin xudiki bu odam choy ichmasimi tarlaydi degandek, Gulqizning qarashlari g'ayri ko'rinib, xuddi Gulqiz bir narsani bilib qoladigandek his qilib, ishlagisi kelmay qo'ygan edi. Ra'no oppoq kirlik silingan bir karvatda hushiga kelib, ko'zini ochdi. Put-qo'llarimi bo'shtib etilgan bo'lib, Ra'no buningdan sal hayron bo'lib, atrofga sapsilib qarab chiqdi. Bu bir kichikli uy bo'lib, bu uyda Ra'no yotgan mushu karvatdan va bir ustal bilan o'rindiqdan boshqa ortiq narsa yo'q edi. Bu ustalning bir tarafida texi cho'ngli bir aynak bor edi. O'rindiqmi mushu ustal bilan o'xshash rangda bo'lib, bak chiroyli edi. Ra'no o'rnidan turib, ustal o'rindiqlarga qarab baqdi. Tutib baqdi. Ustalning yuzi bak siliq ham bakli paqiraq edi.
Rana o'zining nada ekanligini bilamadi. Bu uyning derazasi nihoyat cho'ng bo'lib, uy bakmi yo'riq edi. Lekin hozir qilin parda tortig'liq bo'lg'ashqa uy ancha yo'riq ko'rinmaydi. Rana eshik tarafga berib yurmadi. Chunki Ranani shuncha yerdan bu yerga akilib, put-qo'llarini bo'shtib qo'yayotgan kishilar uningga qaraydigan ko'zlarini cho'qim o'rinlashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Rana deraza tarafdan chiqib ketgili bo'larmi deb o'ylab, deraza yeniga keldi. Afsus. Deraza sirtida xeyli zich bekitilgan temir rishatka bor bo'lib, bu yerdan chiqib ketishmi mumkin emasdek qiladi. Bu yerdan umidsizlanib qaytib kelgan Rana endi eshik tarafga mangdi. Billi epkilangan boshqa qizlarmi yo'q. O'zining nega kelib qolganligini bilmayotgan Rananing ichi siqilib ketyotdi. Rana texi eshikning yeniga bormay turishiga, chiroyiga qarab yeshini bilgili bo'lmaydigan, yuzini unga milagandekla qiyniq kirim qilib bo'lsa-mu, qo'riqlari yanili bilinib qolgan bir ayol ikki bastlik erkishini agashtirib, Rana ba uyga kirib keldi. Bularni ko'rib, Rana ixtiyorsiz keyniga bir necha qadam dojib, karvatning yeniga kelib qolganini o'zimi to'yumadi. Uyg'ondingmi qiz? Kelgan qizlar ichida sen hammadan keyin uyg'onding. Bumi bo'ldi. Mening bekor bo'lishimga ulguribla uyg'onding. Bu qayer? Siz kim? Nemishqa meni tutib bu yerga olib kelisizlar? Rana orqa-orqadan bir necha savol so'rayapti. To'xta qiz. Bundaq ko'p savollaringga javob berib olamayman. Lekin men sana bu yerning qayer ekanligini oldirmay tushuntirib qo'yaman. Dedi bu ayol keynidagi bir kishiga ishorat qilg'ash. Qo'rsig'imni ochdi haqachon. Qani, avval tamoq yegin. Qandaq gap bo'lsa, tamoqdan keyin deyshayli. Kirgan kishidan biri bir taxsida polo ko'tarib kirgan edi. Bu ayolning gap tugishiga taxsini ustalning ustiga qo'ydi. Yana bir kishi bir chaynak choy bilan piyolani qo'yib, bu ayolning qo'g'dog'ichisidek bu ayolning keyniga o'tib ishki tarafida turdi. Tamoqni ko'rib, Rananing qo'sig'i ko'krashqa boshladi. Rananing qo'sig'ining ko'kirgan ovozini anglagan bu ayol yana eg'iz ochdi. Qo'rsig'imni echibdi, avval tamoq yegin. Buning qanday tamoq ekanligini kim biladi? Qanday xotirjam yeyalayman? Dedi Rana. Bu ayol kulib ketdi. Xeyli sagakkansan. Lekin xotirjam bo'l. Sen saq bo'lsang, ondan menga pul tepib beralaysan. Seni hozircha hech nima qilmayman. Tamoqni xotirjam yesang bo'ladi. Tamoqdan keyin sen anglaydigan nurg'un gaplar bor. Men 10 minutdan keyin kiraman. Tamoqni shu chaqqichimi yemasang, isingda tut. Ep chiqib ketib, qayt tamoqni demayman. Shu gaplarni deb bo'lgandan keyin bu ayol Rananing javob berishini kutmasdan agashtirib kirgan ikki kishini yana agashtirib chiqib ketdi. Eshik taqaldi. Rana bir eshikka qarasa, bir tamoqqa qarab turib qoldi. Sadi ish kerakmi yo'q? Qo'sig'i rostilla bak ashqan edi. Uning ustiga Rana boyiqi ayolning o'ziga degan: "Sen saq bo'lsang, ondan menga pul tepib beralaysan. Seni hozircha hech nima qilmayman. Tamoqni xotirjam yesang bo'ladi." Gaplarini o'ylab, yanala tamoqni yeb, undan keyin boshqa ishlarni o'ylashishni qaror qildi. Rana poloni pak-pakiz yevatdi. Go'sht besilgan polo xeyli o'xshagan edi. Rana tamoqni yeb bo'lgandan keyin choydanmi 3-4 piyola choyni ichivatdi. Necha kun bo'lganini bilmasimi, bu tamoq, bu choy u tug'ilgandan keyinki tunji issiq bosgan tamoq edi. Choymu Ranaga shundoq yoqdi. U texa andili choyni ichib bo'lib, piyolani ustal ustiga qo'yib turishiga eshik echilib, baya chiqib ketganlar yana qaytadan kirdi. Rana ustal oldidagi o'rindiqda o'ltirgan edi.
bularning yaxshi odamlar emasligiga ko'z yetgan Ra'noning o'rnidan turg'isi mukammay, o'ltirgan yeridan turish tugul, kirganlarga qarabmi qo'ymadi. O'zini so'rag'an qozining oldiga bormabdi debdikan ko'nilar. Bak to'g'ri aytilgan gap bu. Ishning yo'lini bildigan qizkansan. Ketiman deb jidal qilsa, xuddi bir kishi uyiga opirib qo'ydigandek. Yandagi uydagi qiz tamoqmi yemay, hurmat sharobini ichkili unmavidi. Mana endi jazo sharobini tetiyotadi. Uni-chu, chilbördek echirqab ketgan 5 kishiga tashlab berdim. Necha soatdan keyin oldimga o'zi yig'lab keladi. Deginicha g'ayri kulib qo'ydi Ra'noga qarab. Ra'no bu ayolning gapini tushungan edi. Demak, bu ayol bu gaplarni deyish orqali Ra'noga o'zining degan yeriga kelmasa, bu yerda ishdan mubattar kun ko'radiganligini askartayotgan edi. Bu ayol karvatga kelib o'ltirdi. İki kishi bu ayolga 2 qadam nerida, yana 2 tarafda turadi. Bu ayol gap qilg'ach, Ra'no tarafga sal surildi. Ra'no ortiq gap qilmay, bu ayolga tikilib qaradi. Meni bu yerdagilarning hammasi xon acha deb chaqirishidi. Senmi shundoq chaqirsang bo'ladi. Bu yerning qanday yer ekanligini haqacan faraz qilib bo'lding-ku deyman. To'g'ri, bu payishxona. Seningdek qiz ayollar erlarni xushal qilib pul topadigan joy. Bu yerda bingsing bo'lsa, o'zinga qanmay, bira pullarga xotin bo'lib chiqib ketishing mumkin. Buni keyin bilib qolasan. Sening ismingning nima ekanligi bilan mening karim yo'q. Chiroyingmi xeli bo'p qoladi ekan. Yasinib, tarinib yerim qilsam, guldek bo'p ketsan. Qiladigan ishingni, neyla sana bir qizni kirgizaman, shu sana o'rgatadi. Sen faqat shu qizning o'rgatgani bo'yicha qilsangla bo'ladi. Bilib qo'y. Men uncha oshko'zladimmi emas. Kunlik vazifangdan ortiq topsang, yeningga salsang bo'ladi. Ra'noning kichikkina mushtumlari chingida tugilib ketyotdi. Bu ayolning alfozidan baya yana bir qizni bo'ridak 5 erga tashlab berdim deganlardan sal qo'rqib qolgan Ra'no hech narsa demadi. Cho'qur, mahbubani chaqirg'in, mush yerga kirsin. Bu qizga qanday qilishni o'rgatsin. Deginicha o'rnidan turdi bu ayol. Aras. Ismingning ilgari nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozirdan boshlab Gulambar bo'ladi. Ismingni esingda ching tut. Faqat mushu ismni ishlatsan. Gul Anvar. Unutib qolma. Ra'no chiqib ketganlarga qarab, ro'yi chiqib ketgandek o'ltirib qoldi. Ular ishni yapmadi. Ra'no behi hayron qilishqimi ulgurmasdan, o'ruq, qiynoq kirim qilgan bir qiz bir qo'lida tamaki tutqunicha eshikdan kirib keldi. Bu qizning kiyib olgan kiyimlariga qarab, Ra'no o'zini to'nglayotgandek his qildi. Bu qizning uchisida kiyim bor degandan ko'ra, ish kiyim bor degan tuzugirak edi. Ra'noning hayronligi besilmay turib, bu qiz gapini boshlabdi. Gul Anbar deydi-ku, dedi bu qiz Ra'noga beshidan oyog'igacha toza sinchilab qarab chiqib. Avval men bilan kiyim tanlag'il chiqamsiz. Ha? Voy, hech narsani bilmas bo'lvasammi qutulg'ili bo'lamdikin deb qolmang. Bu yerga kirib qoldingizmi? Ya, mushu xotin kelmay qavjirab ketgan qovdug'uchilarning ostida yetib o'ligingiz chiqadi. Ya, kirgan xaridorning xizmatini qilib jiningizni jon etisiz. Mushu 2 yo'ldan boshqa tanlashingiz yo'q. Shunga xubsalik qilib turib olmay, darhol nima qildiganligingizni bilib olib, ishingizni qiling. Ra'no bu qiz gap qilib yetib bo'g'ichi bo'lgan orliqda bu qizga boshdan oyoq sapsilib qaradi. Bu qiz o'zidan 2-3 yosh atrofida cho'ng chiqadi. Bu gap so'zlarni anglab, Ra'noning ko'zlaridan ixtiyorsiz yoshlar to'kildi. Sizni acha desam bo'lamdi, dedi Ra'no ko'zlaridagi yoshlarni surtgach. Ha? Mendan
1-2 yosh cho'ng chiqadigandek qilasiz. Sizni Acha desam bo'lamdi. Mening ismim Mahbuba. Nim deb chaqirg'ingiz bo'lsa mayli. Yig'lamang bo'lamdi. Sirtli payloqchilar bor. Yig'lig'iningizni ko'rib qolsa, har ikkimizga yaxshi kun yo'q. Yig'lamadim. Ko'zimdan yosh chiqib ketyotdi shu. Rana yoshlarni surtib tursa-mu, ko'zidan yana yosh chiqyotdi. Mahbuba yugurib berib eshikning oldiga qaradi. Helimi yaxshi, eshikka yaqin yerda qo'g'dug'ichilar yo'q edi. Lekin bu qiz bundaq yig'laversa, cho'qim Mahbubamu, bu qizmu bekordan bekor tayoq yeydi. Shunga u azroq amal qilishni o'yladi. Yandagi uyning oldidan mushu tarafga kelayotgan qo'g'dug'ichini ko'rib, Mahbuba uni nozlanib turib sharatladi. Bu kishi Mahbubaning o'ziga nozlanganini ko'rib, xushalliqdan o'zini qo'yarga joy topolmay qog'ili tas qoldi. Rana 2-bölüm. 7-qism. Yandagi uyning oldidan mushu tarafga kelayotgan qo'g'dug'ichini ko'rib, Mahbuba uni nozlanib turib sharatladi. Bu kishi Mahbubaning o'ziga nozlanganini ko'rib, xushalliqdan o'zini qo'yarga joy topolmay qog'ili tas qoldi. Bu kishi yaqin kelganda Mahbuba uning bo'yniga noz bilan esilib turib, quliqiga erkilab bir nechini so'yiyotgandan keyin asta bir nimalarni dedi. Mahbuba bu kishiga teqimi surkishib, nozlanib bir narsalarni davatadi. Bu qo'g'dug'ichi bo'lsa, Mahbubaning ballaridan tutib, bir narsalarni deb kulib, Rana ba uyning ichiga bir qaravatgandan keyin Mahbubani ichida qo'yib, eshikni yepib etib chiqib ketdi. Rana bayidin Mahbuba bilan bu kishining qiliqlaridan saskangandek bo'ldi. Mahbuba eshik yepilgandan keyin darhol Rananing yeniga kelib dedi. Bizning vaqtimiz ko'p emas. Siz meni bir eg'iz Acha deb chaqirganingiz uchunla men xatarga tavakkul qilyapman. Men sizga ahvolni to'liq tushuntirib qo'yay. Qaysi yo'lni tanlashingiz o'zingizga bog'liq. Meni qutuldirib qo'ying. Bo'lamdi. Meni bu ishga yo'lning hech qaysini mang'im yo'q. Rana yana to'kilib ketdi. Mahbuba Rananing yeniga kelib, Rananing mo'rillarini quchoqladi. Yig'lamang. Bu yig'laydigan joy emas. Meni mubolag'a tiqsiz. Bu yerga kirib qolganlarning boshqa nima tanlashi bor deysiz? Ranaga bu quchoqlash shunchalik illiq tuyuldiki, onasi Hamrogul ko'z yumgandan keyin hech kim Ranani bunday quchoqlab boqmagan edi. Rana Mahbubani quchoqlab teximi to'kilib ketdi. Mahbubamu Ranaga qarab, uningga yig'lamang deganmidi. Mahbubaning ko'zlari yoshlandi. Mahbuba yig'lab boqmagani na zaman. U o'zini texi yig'lashni unutib qoldimmikin deb o'ylagan edi. Unutib qolmabdi. Uning yuragining cho'nqur qatlamidagi ko'milib qolgan mehrlari ko'tarilayotgandek qiladi. Bu bazmixonadagi xon ochidan qasila gepi o'tadigan xaridorlarni atayin kelib o'chirib turib ko'rishishga kelishib qo'yib, ondan ko'rishalaydigan Mahbuba yangi kelgan bu kichikina bir qizning oldida ilojisiz qilyotdi. Ranag'mu nadin qandoq kelganligi noma'lum bo'lgan bu yig'a uni shunchalik eziyotdi. Necha kundan tatgan uvolchiliklari mushu daqiqada biroqli portlab chiqqandek edi. Rana xeyli uzun yig'ladi. Mahbubam uni yig'lamang demadi. Chunki u eshik oldidagi payloqchini bir taraf qilib, eshikni yepivatgandan keyin ularni amdi hech qanday odamning avori qilmaydiganligini biladi. Kechiring Acha, yig'lab sizni beharam qilib qo'ydi. dedi Rana bir haza yig'lab ichini bo'shtirgandan keyin yig'idan to'xtab Mahbubadan o'zini so'radi. Yig'ingiz tugidimi? dedi Mahbuba Rananing beshini silg'ash. Endi menga nima sababdan yig'laganingizni aytib beramsiz? Acha, sizni shundoq chaqirsam bo'lamdi? so'radi Rana Mahbubaga iltijoliq ko'zlari bilan qarab. Meni nima deb chaqirishingiz muhim emas.
Yana bir az vaqt o'tsa, men sizni saqlab qolmayman. Bizning faqat 10-15 minut atrofida vaqtimiz bor. Uningdan eshib ketsa, odam kirib bo'ladi. Nimaga yig'laganligimni o'zim bilmayman. O'lib ketgan onamni ko'rgim keldi. Necha kundan topgan o'g'ilchiliklarımga ichim echishdi. Acha. Sizni ko'rib, yaqinimda his qilib, yig'lag'im keldi. Dedi Ra'no ko'nglidagini yoshirmay. Sizning nima o'g'ilchilik tatqiningizni bilmadim, singlim. Lekin bu yer sirtqa o'xshamaydi. Bo'sh yer turmasak, sanni bexastalik qilsak, jinimizni saqlab qolmaymiz. Dedi Mahbuba Ra'noga tushuntirib. Bu zodi qandoq joy? Chiqib ketishimiz mumkin emasmi? Men bu yerda turayotgani 3 yil bo'ldi. Chiqib ketganlar bor, lekin ko'p emas, pek az. Men kelgandan beri 3 qizning chiqib ketganini ko'rib baxtim. Lekin chiqib ketgandan keyin 3 yil sila yaxshi kun ko'may yetibdimish. Dedi Mahbuba yana erinmay tushuntirib. Men bu chiqib ketadiganga ozlik qolganda bir xumparga qo'yilib ketdim. Bularni keyinchi fursat bo'lsa, sizga tafsili deb beray. Lekin hozir emas. Bu joy bek boy bir xo'jayinning yerimish. Bu birinchi xo'jayinni texi bu yerdagi hech kim ko'rib baqtini yo'q. Voy, sizning yiningizga kirgan xonatcha mushu xo'jayinga ishlaydigan ayol. Lekin bu ayol rahimsizligi, eli nayranglarining ko'pligi bilan mushu sohada eng dangliq. Bu yerdan qochib chiqib ketaman deb o'ylaganlik, uxlamay tush ko'rganlik. Shunga sizga hozircha yordam qila oladigan ishim faqatla sizni bir necha kun ayrim xaridor qabul qildirmaslik. Qolgan mulozimatlarni yana qilmasangiz bo'lmaydi. Acha, ayrim xaridor kutish, qolgan mulozimat deganingizni qanday tushunsam bo'ladi? So'radi Ra'no, ko'nglining bir yerlarida azroq sezib tursimi? Meni ortiq gap qog'izmang. Ayrim xaridor kutish degan erlar bilan birga bo'lishni ko'rsatadi. Qolgan mulozimat erlar bilan birga bo'lishdan boshqa bu yerda yana nurg'un biz qiladigan ish bor. Masalan, kirgan xaridorlar hamra bo'lib o'ltirish, ularning ko'nglini xushal qilish. Mahbuba hammani bu qizga echib deyishdan sal xijil bo'lib qoldi. Ish qilib xaridor nimani qilishga buyursa, biz shuni qilamiz. Bu yerda xaridorning degani hisob. Shunga diqqat qilmasangiz bo'lmaydi. Mahbuba eshikning yeniga berib bo'lib, yana orqaga o'rilib Ra'noga dedi. Aras, meni Mahbuba deb chaqiring. Yolg'iz qolganda nima deysiz mayli? Meni tanqisliqda qo'ydigan ishni qilmang. Sizni deb xatarga tavakkul qilyapman. Yili mening chiroyimga qarabroq bir ish qilasiz. Mahbuba shundoq deb qo'yib chiqib ketdi. Ra'no beshini langishtirgandan boshqa hech narsa demadi ham deyapmaydi. Mahbuba Ra'no ba uydan chiqib ketib o'ylanib qoldi. Men qachondan beri boshqalarning kayfiyatiga ko'ngil biladigan bo'lib qoldim. Bu qizni tunji ko'rishimda qoidani buzg'anim qiziq. Bu qizni menga tarbiyalashga berganingiz qiziqda. Texi amdil ikkisini mangdirsam, bir mezgil aram og'ili qo'ymay meni. Dedi Mahbuba kiribli choy ichayotgan xon ochiga qarab. Siz degan bu yerdagi qizlarning eng sarxili. Sizning yetishtirgan shogirdlaringizmi yaxshi ketyapmandu ana. Bu xeyli chiroyli bir nima ekan. Keyincha sizning izingizni bosamdu texi. Shunga uni sizni tarbiyalasinmikin deb o'ylab sizga berdim-ku. Bo'lsa atada mehmonga so'ng'idak qilsangiz texi yaxshi. Bu gaplarni deganda xon ocha Mahbubaga qarab ma'nali kulib ketdi. Lekin boyi uning bilan paranglish jarayonida uning odati kelib qolganligini bildim. Dedi Mahbuba xon ochiga qarab bo'shroq ovozda. Shundaqmi udil kelib qolamdi? Yolg'on so'zlagan bo'lmasin yana. Dedi xon ocha sal afsuslangandek qilib. Men sizdek o'ylab, atayin ishikni yebitib, kiyimlarini soldirib ko'ribmi baxtim. Ras shundaq ekan. Bo'ptilar. Bu necha kunda yolg'iz mehmonga tanglamasak bo'ladi ekanda Gulambarni. Shunda qilsam bo'g'idak. Dedi Mahbubamu sal afsuslanganini do'rab. Aras, bu qitim biraqli 5 qiz keldi. Ayrim yotoq o'rlashtirish sal qolaysiz bo'lib qoldigandek qiladi. Siz vaqtincha Gulambar bilan bir yotoqda. Sizning ayrim yotog'ingizda turib tursanglar bo'ladimi? Xon ocha
Mahbuba bilan maslahatishayotganda qiyofatni so'radi. Mayli. Dedi Mahbuba sal turib qilib. Amsi men chiqib Gulanbarga mening yotog'imni ko'rsatib qo'yib, ondan mehmon kutgan ib chiqay. Xon acha gap qilmay chayni ishkash, beshini langishdi. Mahbuba chiqib ketdi. Chiqib ketib etib, Mahbuba xushal bo'ldi. Lekin nima uchun xushal bo'lganligini o'zimi toza aniq bilib ketmaydi. Xon acha garchi siz vaqtincha Gulanbar bilan bir yotoqda, sizning ayrim yotog'ingizda turib tursanglar bo'ladimi? deb Mahbubaga maslahat sog'anda qilgan bilan Xon achining og'zidan chiqqan gap ijro qilinadigan hukm edi. Uning bunday qilishining sababi bo'lsa, Mahbuba bu bazmixonaning ko'zga ko'ringan dongli xinimi bo'lish sifati bilan 2 yildan beri qizlar har qancha ko'p bo'lib ketsa-mu, Mahbubaga birga yetishga qiz juplab berilmaydi. Qizlar bir yotoqda 3 dan yetib qolsa-mu, Mahbuba yolg'iz yetib yolg'iz turadi. Lekin oldingi oyda bir boyvachcha Mahbubani ep chiqib ketmoqchi bo'lib, hamma tayyorliklar bitib, Mahbubami yiqqan barliq pullarni bu boyvachchiga berib, bugun chiqib ketadigan bo'ldim deb o'ltirganida bu boyvachcha kelmay qo'ygan edi. Bu boyvachcha shu kundan e'tiboran bu yerga mutassim edi. Shuning bilan Mahbubaning bu kishansiz turmaga o'xshaydigan yerdan ozodlikqa erishib, bu boyvachcha bilan to'y qilib, turmushini yangidan boshlash orzusi-mu ko'pikka aylangan edi. Shuningdan keyin necha kun jimg'ir bo'lib qolgan Mahbuba necha kunlik o'ylanishdan keyin o'zini qaytadan tunib, noz karashmalarni texmi ko'paytib, texmi ichilib mehmon kutadigan bo'lib ketgan edi. Bularni o'ylasa, Mahbubaning ichi ochiq bo'lib qoladi. Hozir tushdan keyin vaqti bo'lib, yana biror soatlardan keyin bu bazmixonaning sodisining boshlanadigan vaqti bo'ladi. Odatda kash bo'lishiga bu yerning bozori nihoyat qaynaydi. Bu 2 qavatlik xeyli cho'ng bino bo'lib, shaharning sirtig'iroq joylashgan bo'lsa-mu, qizlarning xilligi bilan sodisi nihoyat yaxshi. Bu bazmixonaning nomi Kechi shahri bo'lib, bu joy rostilla ismi jismiga loyiq Kechi shahri edi. Bu joy rostilla pulbarlarning, ko'ngil ochadiganlarning kechidagi ko'ngil ochadigan yaxshi makon hisoblanadi. Ayrim zallarda usul, erlarni ayrim kutish, hamroh bo'lib haraq ichish berish qatorliq har xil shakldagi munozamatlar tong otqicha davomlashardi. Yarab qolgan qizlarni setilib olib ketadigan ishlarmi anda-munda uchrab turadi. Lekin bundoq birdamlik qiziqish bilan olib chiqib ketilgan qizlarning ko'pinchisining taqdiri echinishlik oxirlashadi. Ba'zida texi puldor oilaning ba'zi erkak qizlari do'st birodarlar bilan uzr izlabni kelishadi. Bundaq qizlar asosligi bu yerdagi maxsus tarbiyalangan qizlarning o'zlarining badallarini boshdan oyoq rohatlantirib siylashlaridan uzr og'ili keladi. O'zlariga ko'ngil bo'lmay, pul tepish bilan bo'layotgan ota-onalarning pullarini buzib chashqilib, xajlab so'rag'ili keladi. Bundaq yerlarga doim bundaq maqsad bilan keladigan qizlar ko'p bo'lmag'ini bilan bundaq qizlar o'zi bilan birga ep keladigan do'st birodarlari bak ko'p edi. Har qitimda bir qiz kam deganda 5-6 qizni agashtirib keladi. Uning ustiga bular turaqliqli edi. Bu Kechi shahrining kechisi rostilla ajoyib qiz edi. Mahbuba Xon ochining yenidan chiqib, Ra'noba yotoqqa keldi. Yuring, bu yotoqda boshqa qizlar turadigan bo'pti. Ikkimiz mening yotog'imda turadigan bo'ldik. Sizga yotoqni ko'rsatib qo'yay. Undan keyin biz qiladigan yana ko'p ish bor deydi. Deginicha Mahbuba Ra'noning qo'lini tortib mangdi. "Ha?" Ra'no hayron bo'lib so'radi. Vaqtida chiqib bo'lamasa, xaridorlar kelib ketsa, gap qilmaymiz. Tez bo'ling, qag'inini uxlashdan burun sizga tushuntirib qo'yaman. Bu yerda bir vaqt tamoq yeyishimizmi osonga to'xtamaydi. Deginicha Ra'noning nima o'ylashi, nima deyishi bilan hisoblashmay, Ra'noni tortib elib mangdi. Ra'no nima deyishni bilmadi. Faqat Mahbubaga agishib, bu notanish o'ydan chiqdi. Mahbuba Ra'noni bak tezlik bilan tortib mangashqa, Ra'no atrofni tuzukroq ko'rishga ulgurmadi. Faqat qator ketgan bak ko'p, g'alati holatda har xil rangli raxtlar bilan bezalgan uylarni. Uning ustiga bu uylar bir qavatlik emas edi. Ishni qilib, Ra'no bu yeshigacha bundoq g'alati,
rangarang bezalgan joylarni ko'rib baxmagan bo'lib, bu yerlarning bezilishi Ra'noga yangilik tuyuldi desimi, ortiqlik qilmaydi. Ra'no atrofga qarab o'g'chi bo'lgan arliqda Mahbuba Ra'noni chatrak, bulung tarafdagi bir uyga etkirib, eshikni ichidan taqib etib, Ra'noga qarab dedi: "Men xo'jayinga sizni odati kelib qoptikan, bir necha kun mehmon kutishga afsuskan deb qo'ydim. Ammo men qanday qilsam bo'ladi? Bizning nima qilishimiz kerakligini xaridorlar eslab berdi. Billa hamra bo'lib o'tirish, aroq ichish berish, kuchilarini tutib qo'yish degandek. Ish qilib bu yerga kelgan xaridorning qanday ehtiyoji bo'lsa, biz shu ehtiyojdan chiqamiz. Agar qilishni xohlamasak-chi, bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Bu ishlarni bu yerdagi qizlarning va o'g'illarning hech qaysi qilishni xohlamaydi. Lekin amal yo'q. qanday qilib o'ltirayotganda? So'radi Ra'no Mahbubadan. O'ltirayotgan bo'lsa nurg'unlarimiz, jumladan menmi qilmasligim tanlagan bo'ladi. Dedi Mahbuba ustunib qo'yib. Ularning digini bo'yicha qilmasak o'lib olamiz. Ammo o'limdan betar kunga qolamiz. Acha, nech pul to'lasak chiqib ketgili bo'ladi? Sizdek yangi kelgan qizlarga odatda bek ko'p pul ketmaydi. 20 ming yuan atrofida bo'lsa qo'shilarmikin? Mendek uzun turib ketganlarga tas. Men 30 ming yuan olaman. Menda pul bor acha, uyimda bor edi. Sizda uncha ko'p pul nima qiladi? Uyingizdagilarning bu yana topalishi mumkin emas. Sizning ular bilan aloqalasha olishingiz texmi mumkin emas. Pulni bu yerga kim akiladi? Ra'no 2-bölüm 8-qism. Sizda uncha ko'p pul nima qiladi? Uyingizdagilarning bu yana topalishi mumkin emas. Sizning ular bilan aloqalasha olishingiz texmi mumkin emas. Pulni bu yerga kim akiladi? Mening onam tugab ketgan. Babam yo'q. Men tikandek yolg'iz. Lekin mening pulim bor acha. Bo'ldi qiling. Hozir bu gaplarni deyishadigan vaqt qolmadi. Yana vaqt chiqsa deyishamiz. Dedi Mahbuba Ra'noning deganlaridan sal hayronlik his qilib. Esingizda bo'lsin. Xaridorning deganini qilmay, norozi qilib qo'ysangiz, menmi ora turolmayman. Shunga cho'qim diqqat qiling. Men siz bu kiyim bilan chiqsangiz bo'lmaydi. Kiyimingizni almashtiraylik. Mahbuba shundoq degach, Ra'noni elib yana bir uyga kirdi. Bu uyda qator kiyim asqishga esig'liq kiyimlar turadi. Hammasi ish kiyimdan farqsiz kiyimlar edi. Ra'noning bularni ko'rib teni shurkinib ketdi. Ishchidan o'zingiz bir qo'rini tanlang. Bugunchi kiyib turing. Qog'inini ertagacha kirib oldirmay tanlab chiqib yuvib etib ondan kiyasiz. Bu kiyimlarni qandoq kiyman? Qandoq kiygili bo'ladi bu kiyimlarni? So'radi Ra'no ixtiyorsiz. Amal yo'q, cho'nganam. Ishning beshidan jazoga tortilmaydi deysangiz tez bo'ling. Men bularni kiymayman. Qizchaq, sizga deydiganning hammani dedim. Bu yerdagi xotin sirab ketgan bir to'p g'ildir erlarga tashlanib ketmay deysangiz, eng yaxshisi tezroq bo'ling. Bo'lmasa tug'ilganingizga pushaymon qilib ulgurmaysiz. Shunda qilib Mahbuba Ra'noni qo'qitib yurib, g'aldiranglik bir ko'nglakni majburiy kiydirdi. Vah, badaningiz ajab chiroyli ekan, dedi Mahbuba Ra'noga qarab. Ra'noning kiygini texi bu yerdagi kiyimlarning ichidagi badanni bakrak yetib turdigani hisoblanadi. Mahbuba Ra'noni zalga ib chiqdi. Ib chiqishimi Ra'noga taplashga tegishli gaplarni toplab berib qoldi. Ular zalga endi kirishiga 5-6 er kishi ilgir kiyim bo'lib kirib kelishdi. Ularning ichida eng oldida turgani 40 yoshlardan oshgan bir egiz bo'y, semiz emas, lekin o'riqni hisoblanmaydigan bir odam aldirash mengayotgan Mahbubaning oldini to'sdi. Mahbuba Ra'noning qo'lidan tutib tez mengayotgan bo'g'ashqa bu kishi bilan so'qishib ketgili tasliq qoldi. Hay, Mahbuba. Oldirab nega oldingiz deyman? Dedi bu er kishi Mahbubaning beligidan tutib. Voy, qadri xo'jamkan bu. Dedi Mahbuba o'zini tuyuqsizda tutgan bu kishini ko'rgandan keyin yuzlariga kulgi yugurdi. Kimkin debdiman? Bu yoqqa muborak qadamingiz yetib qopdi-ku bugun. Sizni ko'rgim kelib bo'lmamdi. Bugun boshqa mehmonlaringiz yo'qdi.
dedi Qodirbay Mahbubaga. Voy voy, Qodirbay. Boshqa mehmon bo'lgan holatdami sizni kelsangiz, ular turib turdi. Mana xizmatingizga men tayyor. Dedi Mahbuba Ra'noning qo'lini qo'yib etdi. Men yolg'iz emas. Bugun bir savdo ishini so'zlashga kelgan. Ish uqadigan, o'zingizdek ish uqadigan qishliq qizlardan 4 ni ilib olib, Qizil Atirgul ayrimxonasiga kiramsiz. Albatta, savdingizdan tutsangiz bizni aslashni unutib qolmassiz. Cho'qim. Savdo bitmasa, sizni men qachon unutib qolgan? Sizni ziyon taqizmayman. Xotirjam bo'ling. Shundaq deb Qodirbay Mahbubaga ko'zini qisib qo'yib, birga kelgan kishilarni boshlab ayrimxonaga qarab mandi. Mahbuba Ra'noni ayrim bir tarafga tortib, uning qildi. Bugun talyangiz padaq qiladi. Bu odam shahar bo'yicha eng katta boylarning biri. Aralashadigan odamlar muodatli odamlar emas. Kelganlardan birasiga yarab qolsangiz, bugun qutulamsiz texi, bu nas bosgan joydan. Ra'no nima deyishni bilmasdan Mahbubaga qarab turib qoldi. Menga bunda qaramang. Hammamiz amalsiz. Bo'lsa hech kimning bunda kun kechirgisi yo'q. Tez bo'ling. Men yana biz bilan birga ayrimxonaga kiradigan qizlardan ikkini chaqirib olay. Dedi Mahbuba Ra'noga qarab. Shundaq deginicha Mahbuba yana Ra'noning qo'lidan tortib bir cho'ngroq uyga ib kirdi. Bu uyda cho'rildirib yumshoq sofalar qo'yilgan bo'lib, bu sofalarda 30-40 cha chiqqudak harang-sarang kiyinmagan, qiyniq-qirim qilib olgan qizlar o'tirishadi. Mahbuba kiyim kiydirdigan vaqtda Ra'noga girim qilib qo'ygan bo'lib, Ra'no Mahbuba o'ziga girim qilib qo'ygandan keyin aynakka qarab o'zini to'niyanmag'ili tasliq qilgan edi. Chunki u girim bilan boshqacha bir odamga aylanib qolgandek turadi. Normal paranglashib o'tirgan bu qizlarga qarab Ra'no Mahbubaning rostilla o'ziga girimni so'z qildim deganiga ishondi. Bu qizlarni ko'rgan Ra'no hayron bo'lganicha Mahbubaga qaradi. Hayron qolmang, bu odatdagi ishlar. Dedi Mahbuba Ra'noning qarashlaridan uning nima demoqchi bo'lganligini tushunib, bo'sh ovozda. Karima, Rayla, xonqiz, uchinglar men bilan menglar. Dedi Mahbuba qizlarga qarab. Mahbubaning chaqirishi bilan chatdarak ayrim o'tirgan ikki qiz o'rnidan turib Mahbubaga qarab keldi. Bu qizlar qarmoqqa Ra'no bilan tang dematlikda qiladi. Lekin yuzidagi qiyniq girim bilan bu qizlarning asli chiroyini va haqiqiy yeshini bilish sal pastga to'xtaydigandek qiladi. Mahbuba Ra'no bilan qo'shilib 4 qizni boshlab, o'zi bilan 5 bo'lib Qizil Atirgul ayrimxonasiga mandi. Bu ayrimxona bu yerdagi eng qimmat ayrimxona hisoblanadigan bo'lib, cho'ng bo'lganning sirtida o'rni yaxshi, sirt manzarasini yaxshi ko'rgili bo'ladigan ayrimxona bo'lib, ichida hojatxonasidan ikkisi bor edi. Mahbuba qizlarni kichikroq ayrim bir uyga akirib ularga dedi. Qodirbayga bugun 5 qiz lazım ekan. Qodirbayni Gul Anbardan boshqa hammalar asosan bilasizlar. Ortiq tushundirish ketmaydi. Savdo pishsa, bizning mulozimatimizdan norozi bo'lib qolmasizlar, qizlarning ayrim topan haqqi kam qolmaydi. Lekin bu ayrim xonaga kirishni xohlamaydiganlar bo'lib qolsanglar, odam almashtirsanmi bo'ladi? Dedi Mahbuba qizlarning hammasiga bir qo'r qarab chiqib. Mahbuba acham hech qachon bizni ziyon taqizmagan. Men kiraman. Ra'no birda bu qizlarga qarab, birda Mahbubaga qarab, nima deyishni bilmay turdi. Amsa qizlar, ayrim xonaga kirib ketdikmi? Chatoq chiqib qolmasin, a? Dedi Mahbuba yana. Chatoq yo'q. Voy degan gaplarim cho'qim esingizda bo'lsin. Dedi Mahbuba mengishdan burun yana Ra'noga qarab. Ra'no faqat beshini langishdi. Mahbuba qizlarni boshlab zalga chiqishiga bir qiz yuzlarida 5 qo'lning izi shundoq aniq chiqqan, eg'izlari qon yo'qi holatda Ra'noning oldiga yiqildi. Ra'no qo'rqqanidan o'rnidan midirlashga jur'at qilmasdan qaytib turib qoldi. Buni ko'rib qag'allarmi o'rnida turib qoldi. Buzuq paskina, seni tutib qo'ysam, men ish turgizak bo'ldimmi? Sana kim bade bo'lg'oni? Keynidilla bir yo'g'on qo'saq arkishi chiqib vaqirdi. Bu arkishi bu qizni urg'ini yetarlik bo'lmagandek, yana kelgancha kelib bu qizni natchini dasvatdi. Bu qiz bo'lsa vaqirganicha hech nima qilolmadi.
atrofda shuncha odam qarab turib birasimi kep sanmadi. Ra'no bo'lsa keyniga yenishnimi unutib qolgandek joyida midirlamasdan turadi. Dal mushu chaqda Xon acha qayoqdandir paydo bo'ldi. Ra'no ko'nglida "Hamin bo'lsa bu ayol keldi. Bu qiz qutulib qoladigan bo'ldi" deb o'ylab turganida bu Xon acha kelgancha kelib ingishib turib, bu qizning pastligiga yana bir natchini selivatdi. Ondan keynidagi 5-6 er kishiga qarab dedi: "Bu pasqinni ep chiqib o'zinglar bir taraf qilinglar. O'lib qolmasala bo'ldi." Bu gapni anglagan atrofdagi qizlar og'izlarini tutib, ichi og'rishib ketdi. Chunki Ra'no bilmagani bilan ular "O'zinglar bir taraf qilinglar, o'lib qolmasala bo'ldi" degan gap so'zlarning nimadan derak berdiganligini biladi. Texi Xon achining gapi oxirlashmay turib, bu qiz og'ribatgan, tayoq yegan yerlari bilan hisoblashmay, Xon achining putiga esilib oldi. "Xon acha, men o'tinay. Men qasddan qilmagan. Men tuzitay. Men tuzitay." dedi bu qiz o'ksib yig'laganicha. Asli boyili Xoliq begimni xafa qilmaydigan ish emasmi? Amdi o'zingdan ku. dedi Xon acha orqaga qarabmi qo'ymay. Xon acha oldiga qadam elishi, Xon achining orqasidagi 5-6 baslik kelgan bu erlar qizni ko'tirgan padasida ep chiqib ketishdi. Shundan keyin Xon acha boyiqi bu qizni urib dasivatgan er kishining yeniga berib, uningga o'zra aytgan talaffuzda dedi: "Xoliq begim, ko'zi yo'q molni tanlab saptimiz. Buningdan afv so'rayman. Bugun kayfiyatlarini buzib qo'yganimiz uchun bugun sizning bu yerdagi barliq chiqimlari menga hisob. Ko'ngillari echilg'icha o'ynasalar, qandaq?" Uningdan keyin Xon acha yana atrofdagi qizlardan bir nechasiga ko'z qisib ularni sharatladi. Bu qizlar darhol harakatga kelib, 3-4 biraqli kelib, Xoliq begimning qo'l bilaklariga esilib, pilmotdak gap so'zlarni boshlavatdi. "Yey begim, qarsila, biz chiroyli emasmikanmiz? Mushundaq arzimas odamlarga ochiqlab yuriydi ekanlar. Salomatliklarni asirsilar deyman." "Shu emasmi begim, arzimda deyman. Ko'ngillarni tushunmaydigan odam odamga ochiqlab yursalar hargiz bo'lmaydi." Qizlar u bir eg'iz, bu bir eg'iz gap qilishib, Xoliq begimni taraf-tarafdan qo'ltiqlashib, ayrimxonaga elib kirib ketishdi. Xoliq begimning yana boshqa gap qilmay ayrimxonaga kirib ketganini ko'rib, Xon acha ko'nglida deb tinib olib, qolgan qizlarga bir qarab etib, hech nima demasdan zaldan chiqib ketdi. Lekin Xon achining mushu bir qarashi hammaga yetarlik edi. Mahbuba bilan Ra'nodan boshqa qizlarning hammasi Xon acha o'zlariga qaraganda asta yerga qarab elishdi. Ra'no bo'lsa birdamdili yuz bergan buncha ko'p ishlarni hazm qilib bo'lolmay, hayronlikda turib qolib. Bu yerga kelganidami paydo bo'lmagan bir xil qo'rqinch uning butun jismini egallayotgan edi. Zal ichi yerga yangni tushsa anglanagudek darajada jimjit bo'lib ketdi. Xon acha chiqib ketib muhilidan keyin ondan Mahbubaning gapi bilan bu jimjitlikqa xotima berildi. "Yuringlar qizlar, Qodirboy bizni saqlab qolmasin." Mahbuba shundaq deb Ra'noning qo'lidan tatqanicha qolgan 3 qizni agashtirib ayrimxonaga qarab mangdi. Mahbuba qizil atturgul deb taxti esilgan bir eshikning oldiga kelib, eshikni chekib so'radi. "Kirsak bo'lamdi?" Ovoz chiqmasdan birsi eshikni ochdi. "Qani kiringlar qizlar. Sizlarga qarab o'tirgan to'q bas." dedi erlarning ichidagi yoshroq kelgan biri. Bu er kishi qarmoqqa 21-22 yoshlarda ko'rinadigan bo'lib, bu yerdagi erlarning ichida eng kichigidek qiladi. Qodirboy bo'lsa, o'ttirdagi sofada bir romka haraqni tutib o'ltiradi. Mahbuba qizlarni boshlab kiribla, boshqalarning gap qilishini kutmayla, Qodirboyning yeniga berib, sofadan o'rin oldi. Qolgan qizlarmi Mahbubaga agishib kirdi-yu, o'ltirishga jur'at qilolmadi. Baya yuz bergan ishlar hali ham ularning ko'z oldida turadi. "Qodirbek, mana qizlar tayyor bo'ldi. Qani qanday o'rlashtirishingiz barkin?" dedi Mahbuba Qodirboyga yaqin o'ltirib. Mahbuba qiz, siz bu yerdagi qizlarning sarkisi. Sizga ortiq gap behojat. dedi Qodirboy romkani qo'yib, Mahbubaning sochlarini, yuzlarini silab turib. Mahbubaga yaqin kelib,
bo'sh ovozda. Bugun mening bir cho'ng xaridorim bor. Hozir kelib bo'ladi. Sizlar bu xaridorimni rozi qilib, sodam o'ngishli bo'lsa, siz nima desangiz, og'zingizdan chiqqani hisob. Qodir begim, mening oshirayotgan talabni qo'yishimdan qo'rqmamsiz? Dedi Mahbubami Qodir Bekka og'zini yaqin olib kelib, ikkisini anglayolg'idek bo'sh ovozda. Bugungi sodam pishsila, bu yerdan ep chiqib keting desangizmi, herkes yo'q demayman. Bugungi bek cho'ng soda o'xshamamdi begim. Millionlik soda dang-a. Siz bu umringizda buncha pulni ko'rib boqmagan bo'g'idingiz. Kutishdiq. Bugungi sodangizni o'ngishli bitkizishingiz uchun ko'tarayotdim. Degenicha Mahbuba Qodirboy qo'ygan romkadagi haraqni ko'tarib ichiverdi. Ondan o'rnidan turib qizlarga qarab dedi: Qizlar, bugun Qodir begimning cho'ng bir mehmoni bor ekan. Agar kelgan xaridorni rozi qilib, Qodir begimning sodasini bitirishga yordam qilsak, bizga ko'p rahmati bor ekan. Qo'limiz kelishimizda Qodir begim. Deyishdi Ra'nodan boshqa qizlar birdek. Bular shu gaplarni deyishibla, hech qancha o'tmay eshikchi keldi. Mana, keldi. Degenicha Qodirboy boshqalarning eshikni ochishni to'sib, o'zi eshikni ochqilamangdi. Qodirboy eshikni ochishiga kelishgan 20 yoshlardan andil halqagan bir yosh yigit orqasida o'zi bilan ancha farqlanib ketmaydigan tang qiymatli kichik yigitni agashtirganicha eshikdan kirib keldi. Qodirboy, dedi bu yigit eshikdan kiribla. Qarang. Hozir yoshlar rostila bizdan eshib ketibdi. Biz bulardagi vaqtimizda texi o'ynab yuratdik. Bular cho'ng soda qilib turibdi. Dedi Qodirboy boshdagi yigit bilan qo'l elishib ko'rishgach. Qodirboy degan men shu. Ne degini? Oshirib aytdingiz Qodirka. Sizni mushundaq chaqirsam bo'ladimi? Dedi boshdagi yigit Qodirboyga qarab, uning bilan qizg'in qo'l elishib ko'rishgach. Albatta. Qani o'tirib paranlashay. Dedi Qodirboy bu yigitlarni sofaga boshlagach. Ko'nglinglar nimani tortdi ekan? So'radi Qodirboy yigitlardan. Bo'ldi. Naq gaplarni deyishmaylimi Qodirka? Ra'no 2-bölüm. 9-qism. Bo'ldi. Naq gaplarni deyishmaylimi Qodirka? Dedi boshlamchi yigit. Buningda qandoq bo'ladi? Bu yerga aron-jam bo'lganda bundaqla ketib qolsaqmi bo'lmas? Dedi Qodirboy qizlarga qarab qo'yib. Qizlarning ko'ngliga kelib qoladi deyman. Amisa ko'nglingiz. Qaytirmaymiz. Dedi boshlamchi yigit qizlarga qarab qo'yib. Bu yigit qarashdala bak surlik ko'rinadi. Uning ustiga bundaq cho'ng soda qiladigan puli ko'p sodgarlarning ko'pinchisi 40 yoshlardagi erlar bo'lib, bundaq yosh yigitning cho'ng soda bilan kelishi teqi tunji qaytim bo'lg'ashqa qizlar ko'p so'rinlarni ko'rgan bo'lsa-mu, sal tamtirab qilyotadi. Amsa men bugun 27 mas'ul bo'lib, har qaysinglarning xizmatida bo'lay. Dedi Mahbuba ko'pchilikka qarab. Ondan qizlarga sharat qilib qo'ydi. Mahbubaning shartidan sal esiga kelgan qizlar bir-birlab erlarning yeniga mengishdi. Ra'no texicha joyida qimir qilmay turadi. Qolgan 3 qiz qarshi tarafdagi boshlamchi yigitga ergishib kelgan 2 yigit bilan Qodirboyning yeniga berib turishdi. Endi bu yerda boshlamchi yigitlar yolg'iz qolgan bo'lib, Mahbuba Ra'noga ishorat qildi. Ra'no boyiqi qizning oqibatini o'ylab butun badanini titrak bosdi. Ondan eg'ir qadamlar bilan bu yigitning yeniga kelib o'tirdi. Shundala Mahbubaning chiroyiga kulgi yugurib, Qodirboyning yeniga berib, uning qaradi. Sizga ortiq gap hojatsiz. Qanday qilish tegishli bo'lsa, shunday qiling. Chiqimiga meni ega. Dedi Qodirboy Mahbubaga qarab. Mahbuba Qodirboyga kulib qo'yib, ayrimxonadan chiqib ketdi. Qolgan qizlar ichida Rahila muhitga qarab ish qilishga mahir bo'lib, u hozir Qodirboyning yenida edi. Mahbuba chiqib ketgandan keyin ahvolning sal o'ng'aysiz holatga tushib qolganligini his qilgan Rahila darhol gap boshladi. Qodirka, ismidingizmi? Chapiningizni selib etamsiz? Dedi Rahila Qodirboyga. Ondan yana boshqa qizlarga qarab dedi. Qizlar, yigitlarning chapanlarini soldirib etinglar. Isib ketadi. Bu gap bilan harakatlar boshlanib, kayfiyatimiz sal normallashdi.
Qani Qodirka. Bu yigitlar bilan tunji ko'rishishimizda qiladi. O'ltirib o'zaro tunishtirib qo'ymamsiz. Aramgohimizning doimli xaridor qilib olamiz. Bu kelishga yigitlarni degach, bilindirmay qizlarga ko'zini qisib qo'ydi Rahila. Qandoq dedim, qizlar, ha? Ras, o'zaro tanishqish o'tiraylik. deyishdi qizlar bas-basda Rahilaning o'ng'aysiz kayfiyatdan qutuldirganiga xushal bo'lib. Qodirboy hammaylarga bir-birlab qarag'ash, sofaga kelib qarshi tarafdan kelgan boshlamchi yigitning uduliga kelib o'rin elib, o'zini tanishtirishni boshlavatdi. "Men Qodir Mahad. Qodir savdogar desa, bu shaharda tanımaydigani yo'q", dedi Qodirboy o'zini tanishtirib. Qodirboy o'zini tanishtiradigan vaqtgacha boshlamchi yigit quruq romkadan ishkiga ustaldagi haraqdan qo'yib ulgurdi. Ondan bir romka haraqni Qodirboyga tutib dedi: "Qodirka, namingizni ko'p anglagan. Bugun siz bilan ko'rishishga muyassar bo'ptiman. Men Javlon, menmi savdogar. Lekin sizdek cho'ng savdogar emas. Buningdan keyin ko'proq yo'l ko'rsatasiz. Bu bir qadah haraqni men sizning hurmatingiz uchun ko'tarib etdim. Sizga ixtiyor." degenicha bir qadah haraqni ko'tirib ichib etdi. "Yaraysiz inim. Qani, menmi ko'tarib etdim amsa? Tunishib qolganimiz uchun", dedi Qodirboy Javlonga mamnunlik bilan qarab. "Bu ishkaylan Asqar bilan Akbar. Bular mening eng yaqin birodarlarim, ham savdodagi amrolarim", deb birga kelgan ishki yigitni tanishtirdi Javlon. Javlonning tanishtirishi oxirlashishi bilan Asqar bilan Akbar o'rnidan turib, Qodirboy va qizlarga qarab beshini langishdi. Buningdan keyin ko'proq odamdarchilik qilasiz, Qodirka. Cho'qim, albatta. Qodirboyning xushalliqdan og'zi quliqiga yetgandek qiladi. Qodirboy bu necha millionlik savdoning bundoq o'ngishliq bo'lishini uxlab tushidimi o'ylab baxmagan edi. Uningcha, bu so'ymi yigitlar savdoda uning qo'liga so'mi qo'yib beramaydi. Qeyrib qog'dalma bo'lib ketgan makkarlar ekanmisa, Qodir bundaqlardan biror yuzi kasimi tavrab qolmaydi. Qodirboyning texi og'zi yumilishga ulgurmayla, Mahbuba kaynida bir necha mulozimni agashtirib, tomoqlar va haraqlarni ko'tirib kirib keldi. Qizlar bilan erlar aralashib o'ltirishib, tomoqlardan yeyishdi. Tomoqlar oxirlashishiga Qodirboyning ko'z qisib sharatlashidan keyin Mahbuba haraqlarning og'zini ochdi. U asli qizlarga qo'ymay, erlarga qo'yib, haraqlarni tugitib etishni o'ylagan edi. Bundaq bo'lganda qizlarni qiynalib qolmaydi. Bo'libmi, Ra'no texi bugun tunji mehmonning yeniga chiqishi bo'lg'ashqa tortinib, o'diqib turib-atdi. Mahbubada nemishqidir birdilla Ra'noni qo'g'dab qelish istagi tug'ildi. Shunga qizlarga haraq qo'ymay o'tkazib etishni o'ylashgan edi. Lekin ko'pincha vaqtlarda amaliyat odamning o'ylig'ini bilan o'xshash bo'lmay qoladi. Qodirboy o'rnidan turibla erlarga haraq qo'yib bo'lgan Mahbubaning qo'lidan haraqni tortib elib, birinchi bo'lib Ra'noga bir romka haraq qo'yib dedi: "Bugun Javlon inimizning hamrohi bo'lib subtingiz bilan bu haraqni rad qilsangiz qamlashmaydi o'jimi?" degenicha bir romka haraqni Ra'noga tutqizib qo'ydi. Man degenicha nima qilishni bilmay to'duqlab turib qoldi Ra'no. Qani, ko'tiribla, ha?" dedi Qodirboy yana. "Bu bir rom qaraqni kelishgan Javlon yigitning hurmatiga men ko'tarib etay." degenicha Ra'noning qo'lidan romkini elishga urinishiga Qodirboy Mahbubadimi chaqqan keldi. U darhol Mahbubaning qo'lidan tutib elib dedi: "Javlon inimga ko'zingiz tushgan bo'lsa-mu, bugungi hamrohining oldida bundaq qilib yursangiz sat turmamdi. Bugun Javlon inimizni mush qiz hamrohlikqa tanlagan ekan. Egi bo'lish kerak shundaq-ku", dedi Qodirboy qag'allarga qarab. Anglamoqqa bu gapdan hech qanday qusur topqilib bo'lmaydi. "Javlonning hurmatiga bu bir romkini ko'tirib etdim." Ra'no shundaq degenicha o'ylamagan yerdan chiqib, haraqni bir ko'tirishida ichib etdi. Mahbubamu og'zini ochqincha turib qoldi. U Ra'noni bundaq qila deb o'ylamagan edi. Oldida duduqlab turib rad qilayotgan qizning birdilla haraqni ko'tirib ichvatganini ko'rgan Javlonmu sal hayronlikda Ra'noga qarabla turib qoldi. Ra'noning bir romka haraq ichib etishi bilan ishish boshlanib ketdi. Qizlar ichib qizigancha yigitlarga choplashib ketotdi.
faqat Ra'nola boyiqi bir rumka haraq dastidan ichi etishib, qizib beoram bo'lganning sirtida qolganlarning ahvoli har holda yaxshi edi. Ra'no izchil Javlonning yenidan ayrilmay o'ltirdi. Javlon bilan Qodirbekning parangi orasida sodining gapimi bo'lmayotdi. Lekin bu gap so'zlar Ra'noning qulig'iga kirmaydi. Bir rumka haraq gelidan o'tgan bilan tang uning ichi qizib ketyotdi. Xuddi birsi qalin kiyim kiydirib qo'ygandek. Muzdek suv bo'lsa, suvga chilishib yetib og'isi kib ketgandek. Allaqandoq bir hissiyotlar uni qiynayotdi. Kim qachonlarda naqsh qo'yayotgan tang, yana bir yerlardan xeyli yuqori ovozda naqshi anglanayotdi. Ishni qilib, hozir bu ayrimxonaning ichi bir bozordan qelichqisiz varang-churing bo'lib ketgan edi. Ra'no hojatga chiqishni bahona qilib, birdan bu yerdan ayrilmoqchi bo'ldi. Gulanbar, av yan tarafdagi hojatxona shu yerga kirsangiz bo'ladi, dedi Mahbuba. Mahbubaning bu gapi bilan Javlon boyidan yenidan ayrilmay o'ltirgan bu qizga qaytadan sapsilib qaradi. Ammo bu qarash Qodirning nazarida boshqa ma'noni ifodalagan edi. Amaliyotda Qodir boya Javlonning Ra'no haraqni ko'tarib atgan vaqtidami bir qitim tafsiliy qarag'anligiga diqqat qilgan edi. Buni fursat deb bilgan Qodir Ra'no hojatxonadan kelguncha bir rumkaga haraqni qo'yib, kasila Ra'noga berdiganga tayyor qildi. Ra'no bo'lsa, buningdan xabarsiz hojatxonaga kirib, turbidan tushgan muzdek suvdan qong'udak bir ichib, sal rohatlangandek bo'ldi. Bu yerdan chiqib ketamaydi. Chiqib ketishga bo'lmaydi. Undaq bo'lgan ekan, yanala chiqib o'ltirish eng aqlonli hisoblanadi. Ra'no o'rniga kelib o'ltirishi bilan Qodir haraq qo'yilgan rumkini yana Ra'noning qo'liga majburiy tutqizib qo'ydi. Qani. Javlonni inimiz bilan tanishib qolganimizning hurmati uchun yana birini ko'tarib eting. Men ichamaydim. Boyi ko'tarib atgandaklar, boyi shundoq pez ko'tarib atgaydingiz-ku, dedi Qodir Ra'noning gapini tortib edi. Ra'no amalsizlikdan bu bir rumka haraqni ichib atdi. Yaraysiz, dedi Qodir Ra'noni maqtab. Shuningdan keyin Qodir bilan Javlon yana o'zlarining sodasining paranga tushib ketdi. Ra'no bo'lsa, yana quloqiga gap kirmaydigan holatda bir nuqtaga tikilib o'ltiradi. Birozdan keyin Ra'noning ichi texmi qizishga boshladi. Oldida ishgan haraq bilan keyingisi o'xshamamdi nima? Oldida ishkini ichimni azroq qizitgan edi. Bu hajab ichimga o't qo'yibdi-ku. O'yladi Ra'no. Ra'no qizg'anlikdan kiyimlarini tatishtirg'ala turdi. Qodirbay buni ko'rib, vaqtning yetib kelganligini bildi. Shuning bilan Qodirbay Javlonga qarab dedi: "Amroyingizni ichi qizib ketgandek turdi. Sal salqinroq joyga chiqib kiramsiz?" Buni anglab boyidan beri Ra'noga diqqat qilmagan Javlon uningga qaradi. Ra'noning yuzlari qizirib, ko'zlari xumardishib ketgan bo'lib, ichining qizib ketganidan o'zimi bilmasdan ixtiyorsiz holda badallarining bir qism uchiq qolgan yerlaridagi kiyimlarini tatib qo'yib. Buni ko'rib Javlon sal g'alitilik his qildi. Bularning sodasimi deyishib tutib qolgan bo'lib, faqat pul bilan molni almashtirishla bo'ladigan yerga kelib qolgan edi. Shunga Javlon ortiq o'ylamay, Ra'noni beoram bo'layotgan bo'lsa deb o'ylab, salqinroq joyga olib chiqib kirmoqchi bo'ldi. Javlon Ra'noning qo'lidan tortib sirtqa ipmadi. Ra'nomi bu tuyuqsiz harakatga qarta qandoq inkos bildirishni o'ylashadigan vaqtgacha ular ayrimxonaning eshigining sirtiga chiqib bo'lgan edi. Ra'no bu yerda sal salqinlik his qildi. Bularni saqlab turgandeklar sirtda bir er kishi bularni ko'rib dedi: "Salqindiga chiqdinglarmi? Bu yoqqa menglar." Javlon ortiq o'ylamay Ra'noning qo'lini qo'yib etmasdan bu er kishining kaynidan agishib mandi. "O'sha kirsanglar bo'ladi", dedi boshlab mangan er kishi bularni eng chatdagi bir uyning oldiga boshlab kelib. "Biz salqinligida chiqqan. Bu uyda nima ish qilamiz?" dedi Javlon. "Bu uy salqindashga eng muvaffaq. Kirib baqsanglar bilasizlar." Javlon bilan Ra'no uyning ichiga kirishiga sirtdan qulib selingan ovoz anglandi. Javlon eshikni urib baqdi, lekin ular bilan hech kimning kori bo'lmadi. Kelishtirib, hozir Ra'noning holati boyiqidimi bakrak eg'irlab qolgandek edi. Yuzlaridagi qizillik butun badaniga tarqagandek qiladi.
ko'zlari boyiqidanmi xumarlashib ketgan edi. Eshikning sirtidan quluplanganini, Javlonning vaqirg'inini anglabmi, uningda hech qanday inkos bo'lmadi. Javlon birazning eshikni ochmaydiganligini jazmlashtirib, o'zlarini nemishqa bu yerga solab qo'ydiganini o'ylag'ash, keyniga qarag'anida Ra'no qizib ketdim deginicha kiyimlarini to'liq selivatgan edi. Nemancha issiq, pek isib ketdim. Ra'noning uchisida hozir ish kiyimdan boshqa hech nima qolmagan edi. Javlon buningga qarab, sal asoshini yo'qitib qo'yib biroq tükürgini yutdi. Hozir Ra'noning toza to'lib voyiga yetgan chaqlari. Ra'no buning bilanmi bo'ldi qilmay, qolgan kiyimlarini selvatmoqchi bo'lganida Javlon chabdaslik bilan kelib, Ra'noning qo'llarini tutib oldi. Qizchoq, nima qilayotganingizni bilamsiz? Bazimaydigan mushuk yo'q. Sizni hurmat qilsam-mu, lekin bunda qilsangiz. Javlonning gapiga oxirlashmay turib, Ra'no harakatini to'xtatib, Javlonga esildi. Bek qizib ketdim. Meni qutuldirib eling. Bek qizib ketdim. Ra'no shundoq degunicha Javlonga ching'idi esilib, Javlonni quchoqlab, udul kelgan yerlarga suyib ketdi. Ey, siz bunda qilmang. Nima qilayotganingizni bilamsiz? Javlon nima qilishni bilmadi. Bu Javlonning bundaq ishga tunji qaytim dush kelishi edi. Shunga damalliqqa qanday qilishni bilmay qoldi. Meni qutuldirib eling. Meni qutuldirib eling. Bek qizib ketdim. Bek qizib ketdim. Ra'noning og'zida faqat mushu gapli bor edi. Javlon Gülambarning harakatini gap bilan to'xtatolmay, uni o'zining selivatgan kiyimlari bilan karavotga bog'lavatdi. Shundala Javlonga bu qizga tafsili sapsilib qarash fursat bo'ldi. Ismini bilmaydigan bu qiz benormal edi. Bayidan gapni qilmay, o'zining mavjudligini boshqalarning bilib qolishidan ansirgandek o'ltirgan bu qiz birdandala Javlonga chaplashib, kiyimlarini selvetib yursa, bu albatta normal emasdi. Ra'no rostilla benormal edi. Bog'lab qo'yuqli holatdami, uning og'zida boyiqi gapli bor edi. Meni qutuldirib eling. Bek qizib ketdim. Meni qutuldirib eling. Meni qutuldirib eling. Shundaq deb etib, Ra'no hushidan ketdi. Buni ko'rib Javlon qo'rqib ketdi. Qizchoq, nima bo'ldingiz? Qizchoq. Javlon Ra'noning yeniga berib, uning qo'llarini bo'shatdi. Hojatxonadan qo'li suv ep chiqib, Ra'noning yuzlariga chashdi. Yuzlariga sovuq suv chechilgan Ra'no ko'zini ochdi. U ko'zini ochibla yana Javlonga esildi. Qizib ketdim. Meni qutuldirib eling. Ra'no 2-bölüm 10-qism. Bu qaytim Javlon Ra'noni tutib olaman, qo'llarini bog'lab qo'yaman debmi kuchi yetmadi. Xuddi Ra'no birdilla kuchlanib ketgandek. Ra'no Javlonni yerga besvelib, ko'ynaklarini soldirib, bo'yinlariga suyib, uni tiniq og'ilimi qo'ymay vatadi. Javlon oxiri bardoshlik bermadi. U qolgan kiyimlarini o'zi selib etib, Ra'noni ko'tarib karvatga ilib, o'zi tashabbuskor o'ringa o'tdi. Birinchi qitimliq ish tugagandan keyin Ra'no yana hushidan ketdi. Javlon o'rnidan turib, karvatdagi qip-qizil rangni ko'rib, dong qaytib turib qoldi. U astag'ini yotqanni Ra'noga yepib qo'ydi. U bundaq bazmixonadagi bir qizning pok ekanligiga ishonmaydi. Lekin pokning uning ishonmasligi bilan kori yo'q edi. U yana ko'nglining bir yerlaridan xushal edi. Yana bir yerlardan o'ziga nafratlanib atadi. Bir pok qizni nima qilding, Javlon? Nima ishlarni qilib yurasan? 3 yil alayda xodim bo'g'ning nima bo'lsin? Qani sening chidamchanliging? Javlonning xayollarining oxiri chiqmay turib, Ra'no yana ko'zini ochdi. Uning yuzlaridagi qizillik, ko'zlaridagi benormallik texi tugamagan edi. Meni qutuldirib eling. O'tinib qolay. Meni qutuldirib eling. U yana Javlonni chaqirib atadi. Javlon shundala Qodirbayning haraqqa doğru selvatganini his qildi.
u Ra'noning yeniga kelib, peshonasini tutib baxmoqchi bo'lganida Ra'no yana Javlonni quchoqlab oldi. Bunda qilmang. Dorining ta'siri tugaganda cho'qim pushaymon qilasiz. Meni qutuldirib eling. Qutuldirib eling. O'tinib qolay. Qutuldirib eling. Ra'no mushuningdan boshqa gap qilmaydi. Shunda qilib, Javlon bilan Ra'no bu ishni takror necha qitim takrorlagan bo'ldi. Siz odam emas hayvon. Kichikkina qizg'in mushundaqmi kuchli to'g'ri ishlatgan bormi? Javlon ixtiyorsiz Qodirboyni tillavatdi. Javlon hojatxonadan lo'ngi ib chiqib, Ra'noning badallarini issiq suvda surtdi. Kechiring. 20 yillik hayotimda sodir qilmagan xatolikni bugun sodir qildim. Lekin xotirjam bo'ling. Sizni bu yerdan ib chiqib ketaman. Cho'qim bir kuni sizni izlab topaman. Meni saqlang. Cho'qim meni saqlang. Javlon Ra'noning badallarini surtib bo'lgandan keyin uning kiyimlarini avaylab kiydirdi. Andin karvatga yotqizib, yotqanni yepib qo'yib, Ra'noning peshonasini tutib baqdi. Ra'noning yuzlaridagi qizillik yo'qolgan edi. Qizib ketgan badallarining qizig'imi yongan edi. Javlon ixtiyorsiz ingishib, avval Ra'noning peshonasiga, andin gilosdek lavlariga suyib qo'ydi. U ingishib, ismini bilmaydigan bu qizning lavlariga yana bir qatim so'ygandan keyin soatga qaradi. U ayrimxonadan ayrilgan vaqtdan 5 soatdan ko'proq vaqt o'tgan edi. Demak, hozir yangi bir tong atay deb qolgan edi. Javlon berib eshikni tatdi. Bu qatim eshik echilib ketdi. U hech ish bo'lmagandek boya ayrilgan ayrimxonaga kirdi. Ayrimxonada Qodirboy o'zining ishga hamroyi va bularga hamroh bo'lgan 3 qiz mugdishib o'tirdi. Eshikning echilganini ko'rib, Qodirboy birinchi bo'lib o'rnidan turdi. Ha, kirdingizmi Javlon ukam? So'g'itimni yoqtirdingizmi? So'radi Qodirboy. Bak yoqtirdim. Rahmat. Dedi Javlon Qodirboyga javoban. Uninggacha bu ovozlarni anglagan Javlonning ishga hamroyimi o'rnidan turdi. Yigitlar, mangamdoq. Dedi Javlon bu ishga aylangan. Mal bilan pulni qachon almashtiramiz? Dedi Qodirboy ularning hozirlik ketib kelishidan ansirgandek jiddiylashib. Mening bir talabim bor. Bilmadim, desam bo'lamdikan. Dedi Javlon Qodirboyga qarab. Yelg'o birkam, qo'limdan kesla, onu bo'lsin o'rindayman. Ukam, qinidang. Dedi Qodir mardlik bilan. Bu Qodir Javlonning deyishga o'ng'aysizlanib qolganini tushungandek Javlonga yaqin keldi. Qo'liqim sizda. Dedi bo'sh ovozda. So'g'itingizni bak yoqtirdim. Uni atil kelgan yerga qaytirib olib qo'yib bo'lammi? Dedi Javlonmo ikkisini anglayolgudek bo'sh ovozda. Men o'rinlashtiray, men hozirla o'rinlashtiray. Hozir emas. Tong otsin. Tong etishig'ila bu so'g'ingizni kelgan joyiga olib qo'ysangiz-kan degan umiddaman. Albatta, Javlon inimning talpini cho'qim beja keltiraman. At sahardila. Dedi Qodirboy yana bir qaytam jazmlashtirib. Ma'qul. So'g'ining kelgan joyiga qaytgandan xabar topgandan keyin malni akilib berib pulni elib oling. Haras. U o'zi uyg'onib chiqishdan burun hech kimning uni avar qilmasligini umid qilaman. Shunda qilib bo'ladimi Qodirka? Albatta bo'ladi. Men hozirla o'rinlashtiray. Amsa at tushdan keyin soat 3 da koni joyda ko'rishaylik. Dedi Qodirboy chiqib ketayotgan Javlon va uning ishga hamroyiga qarab. Tetib ketibdi-da kasofat. Yaxshi. Bu sodamı bitdi. Deb o'yladi Qodirboy. Atsi Ra'no ko'zini ochganida o'zining notanish bir yotoqda yotganligini, butun badallarining urib chiqayotgandek og'rib ketayotganligini his qildi. Lekin bu yerga qanday kirib qolganligini, badanlarining nima uchun og'riydiganligini o'ylab yetamadi. Gul Ambar yerga tushgandan keyin andin karvat ustidagi qizilni ko'rib, dong qetib turib qoldi. Xiyollari oqshomgi ayrimxonadagi ishlarga ushdi. To'g'ri, u qizib ketib, Javlon bilan salqindig'ila chiqqandek qilgan. Uningdan keyin
Ra'noning esiga keldi. O'zining nima qilganligi, Javlon bilan nima ishlarni qilganligini bir-birlab esiga oldi. Men nima qilib qo'ydim? Ana, men nima qilib qo'ydim? Men nima qildim? Ra'no boshlarini changallig'icha yerda o'ltirib qoldi. Uyning ichidagi taraq-turuqni anglagan, eshik sirtida izchil saqlayotgan qiz eshikni ochib kirdi. So'radi u qiz. Tamoq yeb olamsiz? Ra'noning javob bermaganini ko'rgan bu qiz yana dedi. Sal turib o'zingizning kiyimlarini almashtirib olib bir yerga bordi ekansiz. Shunga tezroq bo'lib. Men hozir sizga yegidek narsa kerak. Bu qiz shundoq dapla chiqib ketdi. Ra'no sal esiga keldi. Bu qiz nima deydi? Meni yana nima kulbatlar kutib turdi-qandu? Ana, ojiz qizimizni qutuldirib elim, ana. Ana. O'ylanib o'ltiraverganning foydasi yo'q edi. Shunga Ra'no bir qadam mangsa, bir qadam hisob degan yerga kelib qolgan edi. Ra'no qizchaq akirgan tomoqni yeb, qochini bekorladi. Ondan o'zining bu yerga kelganda kiyib kelgan kiyimlarini almashtirdi. Shuningdan keyin 4 er kishi kirib, Ra'noning ko'zlarini tengib etmadi. Bir oz mangandan keyin Ra'noni mashinaga olib chiqdi. Bu qitim Ra'noning qo'llarini bog'lamadi. Mashinada alahazal 2 soatdan ko'proq mengib, Ra'no uxlab qolganida mashina to'xtab, Ra'noni birsi uyg'otdi. Ha, keldik. Mushu gap bilan mashina bir yo'lning yoqasida to'xtab, Ra'noni mashinadan tushirib etibla ushqandek haydab ketdi. Ra'no mashinadan tushib, nima ishlarning bo'layotganini anqiramay turib qoldi. Atrofda odam ko'p edi. Birasi uningga diqqat qilib yurmaydi. Ra'no oldiga bir necha qadam mengib, bir daraxtga yo'linib, bir haza turib qoldi. Hech kimning o'zi bilan kori bo'lmaydiganligini, o'zining rostilla erkinlikka chiqqanligini to'liq jazmlashtirgandan keyin Ra'no bu yerning qayer ekanligini bilish uchun atrofga zan silib qaradi. Bu joy Ra'noga tanishliq, do'nko'vrik edi. Demak, Ra'no hozir uyga yaqinli yerda edi. Ra'no uy tarafga mangdi. Yenidagi oshqushning nalarda qolganligini hech kim bilmaydi. Lekin u ehtiyot uchun onasini do'rab, uyning bir tal oshquchini eshikning yenidagi bir yerga tiqib qo'ygan edi. Shunga hozir uyga kiranmasligidan ansirmaydi. Ra'no uyga kirib, yeniga pul selib olib chiqib, bir necha tal non, yana ozroq sayko'ktat setib olib, uyga kiribla eshikni ichidan taqab, yotqonga kirib yotdi. Shundala o'zining butun badallarining yanala urib chiqayotgandek og'rib ketayotganligini his qildi. Ra'no o'zining Ro'shangulning qo'lidan setilib ketgandan keyin necha kun o'tganligini bilmaydi. Oldi bilan ombar, ondan bazmxona, undan keyin Javlon. Qo'ycha, nima bilan o'ylab ketdim. Saqlanib kelganimga xushal bo'lay. Lekin pokligimni yo'qotdim. To'y qilmayman. Erlarning hech qaysi yaxshi narsa emas. Ra'no mushularni o'ylayotganida Javlonning Dorining ta'siri tugaganda pushaymon qilasiz degani esiga keldi. Lekin men qanday bo'lib qaytib keldim? Nima uchun qaytib keldim? Sada nima ish qildi? Ra'no nurg'un savollarga javob topolmadi. Lekin uning mudhish qari kunlari mushuning bilan oxirlashgandek qiladi. Ra'no badanlarining og'riqlariga chidamay, bir oz yetib olay deb uxlab qolgancha kash kirganda aran o'rnidan turdi. Aslida turg'usi yo'q edi. Qo'sig'ining ochlig'i uning davomli uxlaverishiga yo'l qo'ymadi. Ra'no o'rnidan turganida sirtda qorong'u tushib ketgan bo'lib, bu vaqt bilan nima yeyishni bilmagan Ra'no choy qaynatib, azroq choy ichib olib, qo'sig'imi astarlangandek bo'lib, issiq bosqandek bo'lib qoldi. Baydan uxlab qo'pgan Ra'noning endilikda ko'ziga uyqumi kelay demaydi. Ra'no mushu fursatda yuyinib olishni o'yladi.
badallarida oqshomqi ishlarning iznalari qarasili bilingidek shundoq aniq turadi. Suv isitib munchida bak uzun yuyundi. Xuddi mushundoq yuyunsa badanidagi hamma asoratlar yo'qab ketadigandak. Tunugin kechidagi ashu mudihish qarichush untilib ketadigandak. Rana yuyunib bo'lib qaytadan yotqonga kirib yotdi. Yuyung'ashqimikin uyqusi kelay demaydi. Xayollar uni iskanjaga elishqa boshladi. Anam hayot bo'lib, mushundoq bo'lib qolgan bo'lsam, anam qanday qila bo'g'aydi? Meni urib tillab ketamidi? Kichigimdan atvarlab baqqan mendek bir qizning aqlsizligidan ranjib keta bo'g'aymidi? Lekin ana, men rostila qandoq bo'lib qolganligimni, nemishqa bundoq bo'lib qolganligimni bilmayman. Meni kechiring. Pokligimni yo'qotdim, ana. Siz doim menga poklik qizlarning to'y qilganda eriga berdigan omonatni, buningdan burun pokligini yo'qotgan qiz baxtsiz bo'lib qoladi deydingiz. Lekin men pokligimni yo'qotib qo'ydim. Ammo bu mening ixtiyorim emas. O'zimning nima bo'lganimni bilmayman. Faqat sizga meni kechiring deyalayman, ana. Agar tunugin kecha birga bo'lgan ash yigit bilan to'y qilolmasam, bu umrimda hech kim bilan to'y qilmayman. Rana, nimalarni o'ylab ketding? Undaq bazmixona degandek joylar. U yigit uchun sen faqat ko'ngil xushi. Uning bilan balkim bu umringda qayta ko'rishishmi nasib bo'lmasligi mumkin. Eng yaxshisi ortiq o'yladi bo'lmay. Bundan keyin tinch yashasam kan deb o'ylagan. Rana o'yla oxiri ko'ngli intayin yerim holda uyquga ketdi. Rana bu uxlashida o'ylardan ko'ngli yerim bo'lganning aksicha shunchalik rohat uxladiki, bu Rananing uydan ayrilgandan buyanqi tunji qitim xotirjam uxlashi edi. Atsi tushga yaqin uyqusiga qiynib uyg'ongan Rana ozroq non bilan nashta qilib elib, o'z qo'li bilan tamoq etib yeyish uchun tamoqqa tutindi. Rana tamoq yeb qozon beshini yig'ishtirib bekor bo'lganida kun tushdan eshib qolgan edi. Qo'li bekor bo'lgan Rana tamg'a yo'linib o'tirib o'ylandi. Endi qanday qilish kerak? Ishlamay yetib berishga bo'lmaydi. Qanday qilsam bo'lar? Rostini aytganda, Rana bu yurtga kelgandan buyon yuz bergan ishlarni o'ylasa, uni sal qo'rqinch besib qoladi. Lekin bundaq deb uydan chiqmay yetib berishga bo'lmaydi. Yashagan ekan, hamon pul va boshqa narsalar lozim bo'ladi. Uning ustiga uydan chiqmay yotqanga yuz bergan ishlarni orqaga yondirg'ili bo'ladimi? Rana o'yla yanala sirtqa chiqib ish izlab beqishni o'yladi. Endi uning yana oshxona degandek joylarda ishlagisi yo'q edi. Rana kiyimlarini tuzashtirib sirtqa qarab mangdi. Qadamlari shunchalik osti edi.